Xo'sh. Bu savolga hozir sizlarga javob beraman. Zaynab yoqavori. Tayyorgarlikni qattiq qilganman-da. Qishloqa masalasida menimcha meni ismimdan ham ko'proq sizlar oxirgi vaqtlarda mendan qishloqa kim degan savolni ko'proq beryapsizlar. Umuman olganda men shu savolni umuman xullas. Tilim aralashib ketdi, kechirasizlar. O, Danat kelib qoldi. Bax Dev. Assalomu alaykum. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu YouTuber. Baxsus. Assalomu alaykum. To'g'ri? Mayli, savolga qaytamiz. Qishloqa masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqa kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuning vaqtdan beri artefakt men edim. To'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va shundan tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak. Qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqa va artefakt bitta odam edi. Umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmadi. Ha, rostdan ham men umuman hazillashayotganim yo'q. Shuncha vaqtdan beri artefakt va qishloqa bitta odam edi. Oldingiz ochilib qoldimi? Balki orangizda kimdirlar buni shunchaki bilgandir va bu sirligini ham bilmagandir. Minecraft o'yini haqida nima? Hozir o'qiydi. O'qiy olmayapman. Minecraft o'yin haqiqatan telefonda o'ynasa bo'ladi. Uni qatdan olsa bo'ladi. Bilsiz, e'tiboring jiyanlar Sarashvot sizni ko'p kuzatishadi. Danat uchun rahmat. Bu savolga yana bitta Danat. Shunchaki omad. O'zim mayli o'qiydi. O'qishni bilmayman. Shunchaki omad. O'zim ham oylik daromadingizni so'ramoqchi edim. $100 balandmi pastmi? Danat shu katta rahmat. $100 baland, mayli shuni aytay. Xo'sh, nima deyotgandim? Ha, shuncha vaqtdan beri qishloqa va artefakt bitta odam edi. Ha. Xuddi shunday. Lol qoldingizmi? Yig'layotgansiz, nimaga yig'layotgansiz mayliklar? Yig'lamanglar axir. Men ataylab buni shu vaqtgacha aytmagandim, sababi videoga bo'lgan qiziqishingiz tushmasligi uchun. Sizlarga video qandaydir ikkita personajning suhbatidek tuyulishi uchun shu qancha vaqtdan beri aytmagandim. Yo'q, yana bitta daraxt. Biz bilgandik, biz kutgandik. Ha, bilganlar ham bor edi menimcha. Hamma hayron qolyapti. Yig'lamanglar, degan. Men umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmadi. Shuncha vaqtdan beri bu ikkita odamning emas, bitta odamning o'zi bilan o'zi qilgan suhbat ekanligini bilganingizdan keyin. Yana bitta Danatlar bir kuni jam bo'ldi. Assalomu alaykum. Nima gap? Albatta sifatli dublyaj Kars o'zbekcha kanalida.